Ba'zida sargardon, ba'zan sarishtasan. Yuraging hovliqib qaysidir ishingni yurishtirish tilagidadirsan balkim. Rostini ayt. Haqiqatni tan ol. Orzu ila yashash baribir go'zal. Shunday emasmi? Endi ko'zguga boq. Sen orzu qilgan manziligacha qancha qoldi? Orzu va umidlarga mehnat va o'z ustida ishlab yetishish mumkin. Hech bir hech bir yaxshi manzilga osonlikcha ter to'kmasdan yetib bo'lmaydi. Agar bo'lganda edi, bu hayotda mazmun bo'lmas edi. Umrimiz biz o'ylagan orzularga yetishmak uchun unchalik ham yetmas balkim. Lekin hech bo'lmasa urinib ko'r, birodar. Yuragingni tubida turgan istaklar istakligicha, havaslar havasligicha, yoshlik esa shunchaki yutuqsiz va ma'nisiz bir manzilligicha qolmasligi uchun ham intil axir. Bugun ham tugaydi xuddi kechagi kundek. Ertaga chiqadigan gul yaproqlar indinga yerga to'kilib xazon bo'ladi. Hech bo'lmasa sen umringni xazon qilma do'st.